Endiki mavzu hürmetli vatandaş. İşler şunda bulup atıdı. Endi Hanzu Naziriçilerinin sözlerden bir işke cümleden keltireyli değil. Endiki mavzu Cungu'da zor özgürlükten harpsıda turamdı. Siyasi özgürlük, pırala özgürlüşü ve yaka emeldarla orada özgürlüşe yetip gelemdi. Mavzulu haber 8. ayının 26. günü Fransiya Halkara Radyo Stansiyasının Xitay Tili programı ilan kılın. Haber mındak başladı. 2018 yıl 8. ayının 17. günü Cungo Tadqiqat Orni 56. katımlık muhakeme yığınında Aynak Televiziyasının baş direktörü Xepen ve muhakeme yığınında Aynak Televiziyasının baş direktörü Xepen. Sizdeki alim Yuan Xiangzhuxi, Doktor Wang Juntao, Ottır Şarkı işlerini küzetkiçi tadqiqatçı Macu, Cenubi Amerika meselesi tadqiqatçısı Süngen, Qatarlıq alimla Cungo'nun içki siyasının yönelişi doğrusunda münazara muhakeme elip bat. Bugün Aynak Mektupları programımızın Aynak Televizya Stansiyasının riyasetçisi Can Loyi Hanım'la bu bir meydan muhakemeni tanıştırışqa teklif kılımızdaydı. Aynak Televizyası YouTube'da. Fransiya Halkara Radyo sual. 58. armiyanın başlığı, 38. armiyanın başlığı Şüçen Şiyan'ın şoförü Liu Junga harbiy ta'lim ko'rgan ko'rinishga ega. Liu Jun harbiy ta'lim ko'rgan siyosiy ko'rinishga ega. Tiananmen voqeasini boshdan kechirgan. Bu kishi Jungoning navbatdagi ishki vaziyatiga qanday qaraydi? 6. ayning 4. kuni 1989 yil o'quvchilarni bostirganda 38. armiya degan armiyasi Xitoyning o'quvchilarni bostirishdi ve ular qartib o'q chiqarishdan bosh tortgan edi. Shu vaqtdagi shu general nima deydi? Shuchin deganning shofiri andiki. Liu Jun degan odam andiki. Jungoning vaziyatiga baho beryapti deydi. Riyosatchi Zhang Loyining javobi. Liu Jango efendi bundaq hesaplaydı şoför. Öyle ki generalın başının şoförü Liu Jango efendi bundaq hesaplaydı. Cungo devlet içinde hal allaqaça berdashlik berelmeydigan vaziyet yetip geldi. Cungo devlet içinde halk berdashlik berelmeydigan vaziyet yetip geldi. Çoqam özgürlüş 101. Lekin nayt zor özgürlüş 101. Növbete qandaqdır bir narsa yetişmeydi. Tiananmen vakası misalga alsak 1989 yıl 6. ayda nayt köp harbiy qism Beijing şehri kirdi. Zhaoziyanga nisbeten aslida fursat bor edi. Lekin onun tafakkuri ketib qolgan, cheklimiga ega edi. Demek Jungo'dan siyosiyon chiqmaydi degan gap. Birinchi jur'at yo'q, ikkinchisi tafakkur ketib qoldi da'vatida. Agar hozir yani shunda ahvol yuz berdigan bo'lsa, masalan 1989 yildagidek kam bo'layotgani Zhaoziyangdek odam va siyosiy guruhlar. Bu Jungo'da intayin qo'rqinchli bir ishdir. Yo'li bor, aloqalash kuchisi bor yoki o'zining qo'lida siyosiy guruhlarni tutib tura olgan bir siyosiy nozir Jungo'dan chiqmaydi. Qanday Turan efendi, siz qo'ygan savolning javob yana chiqyapti. Biz o'tgan javob berib qo'ygandik. Jungo'dan nopozliq odam chiqmaydi deganida hozir mayadi. Liu Jango nima deydi? Jungo'dan bundan nopozliq odam o'tirg'i chiqmaydi deydi. Savol, Fransiya radio stansiyasining savol. Yuan Xiangzhuxi vaziyatga qanday qaraydi? Riyosatchi Zhang Loyining javobi. Yuan Xiangzhuxi mundaq hisoblaydi. Jungo'da yuz beradigan zo'r o'zgarishning shart sharoitlari allaqachon pishib yetildi. Nima ishga o'zgarish yuz bermaydi?
Birinci sebep şu ki Kompartiya favqulodda taraqqiy qilgan muqimlikni saqlash funksiyasiga ega bo'lib oldi. Eng muhimi nima? Xalqning mushundaq kayfiyati, Jungo jamiyati portlash oldida turibdi. Piltiga kim o't yoqadi? Bir doyi bo'lish kerak. Har qanday siyosiy o'zgarish mu texnik masaladir. Maqsad planlash, munosabatlashish, tayyorlik qilish, masalan, moddiy tayyorlik, bexatarlik, hushyor aloqa, odam kuchini tayyorlash. Siyosiy o'zgarishdan keyin nima qilish kerak? Qanday aloqa qilish kerak? Maqsad aydın bo'lishi lozim. Bir tashkilot kerak desak, uzundan biri Jungoning muqimligini saqlash siyosiy vaziyati ostida mundaq tashkilotlarning qurilishiga va mundaq doiralarning yetib chiqishiga Jungo Kompartiyasi Jungo jamiyatida mumkinlik bermadi. Bastırdı. Yani Şangjoshi mundaq hisoblanadi. Kompartiyaning bugungi hukmronlik tövrekleri bir-birlab elib ketildi va ketayotirdi. Onun iqtisodiy ko'rzasi, Jungoda ochliq ko'rzasi, yemak-ichmak hamma ko'rzasi o'xshashda portlab chiqdi. Xalq g'azablandi, g'azab kundan kunga o'rlamoqda. O mundaq hisobladi. Jamiyatning o'zgarishi bir qatimliq zo'r yer tavrashga o'xshaydi. Fransiya, yani savol, bosh direktor Xepen apandining ko'z qarashi nima? Televiziya, Aynak televiziyasining direktori Xepen apandining ko'z qarashi nima? Deb Fransiya xalqaro radiosi savol qo'yibdi. Riyosatchi Zhang Luoyi mundaq tanishtirdi. Jungo haqiqatan zo'r o'zgarishning orqasida turibdi. Biz bugun shundaq deymiz. Bir nuqtaga oid muqimki, agar Jungo har qanday bir kunda madaniyat va ma'rifatlik davlat boshqarish funksiyasiga erishalmasa, siyosiy o'zgarish, harbiy o'zgarish, xalq va fuqarolarning o'zgarishi, namoyish orqali o'zgarishi ve orada o'zgarishning har qanday bir xili Jungoda cho'qon portlaydi deydi yuqorida muhokama qatnashgan Hanzu, yani Xitoy ziyolilari.